Ukraina dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Tramp Ukraina bo'yicha yo'nalishni o'zgartirishni boshlagan. Rossiya Kursk viloyatidagi hududlarini qaytarishga 50 ming harbiy to'pladi. NET. Putin Ukrainaning taxminan 20% qo'lga kiritadi. NATO sobiq qo'mondoni. VP. Tramp Putinga qo'ng'iroq qilib Ukrainadagi urushni muhokama qildi. Eronda ko'chada yarim yalang'och yurgan qiz taqdiri ma'lum bo'ldi. Ukrainada harbiy xarajatlar bo'yicha hujjatlarni tozalash boshlandi. Olimlar AQShni halokatli ofatlar haqida ogohlantirdi. Tramp Ukraina bo'yicha yo'nalishni o'zgartirishni boshlagan. Donald Tramp allaqachon Ukraina va Isroilga nisbatan o'z yo'nalishini shakllantirishga kirishgan deb yozadi Bloomberg. Saylangan prezident Donald Tramp 2 oydan keyingina o'z lavozimiga kirishadi. Biroq u hozirdanoq ikki asosiy issiq nuqtada Isroil va Ukrainada AQSh siyosatini shakllantirmoqda, deyiladi xabarda. Maqolada qayd etilishicha, AQSh saylovlaridan keyin dunyoqarashning o'zgarishi ayniqsa Ukrainada keskin kuzatilmoqda. Agentlik respublikachi Ukraina masalasini 24 soat ichida hal qilishga va'da berganini eslatdi. Material mualliflarining fikricha, Vladimir Zelenskiy o'ziga yaxshi sharoit yaratish uchun allaqachon faol bo'lishga harakat qilmoqda. Ta'kidlanishicha, Trampning g'alabasidan Isroil foyda ko'rishi mumkin. Tramp allaqachon Isroilga Eronning yadroviy dasturiga hujum qilish uchun ko'proq erkinlik berishni bildirgan. Ayniqsa Tehron o'z siyosatini o'zgartirishi va yadroviy qurolga ega bo'lishi mumkinligi haqida ishora qilsa, deb ta'kidlaydi mualliflar. Rossiya Kursk viloyatidagi hududlarni qaytarishga 50 ming harbiy to'pladi. NET. Rossiya armiyasi Kursk viloyatidagi hududlarni qaytarib olish uchun Shimoliy koreyalik askarlarni ham o'z ichiga olgan 50 ming harbiy to'pladi. Bu haqda AQSh va Ukraina rasmiylariga tayanib New York Times xabar berdi. Yaqin kunlarda harbiylar Ukraina qurolli kuchlari tomonidan qisman bosib olingan Kursk viloyatida keng ko'lamli qarshi hujumni boshlashi kutilmoqda. Ayni paytda Shimoliy Koreya qo'shinlari Kurskning g'arbiy qismida rossiyaliklar bilan jangovar tayyorgarlikdan o'tmoqda. Ularning soni 10 mingdan oshishi ma'lum qilingan. Rossiya Ukrainaning sharqidan qo'shinlarni ko'chirmasdan kuchlarini jamlashga erishdi. Bu Moskvaga bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalishda bosim o'tkazish imkonini bermoqda, deb yozadi NET. The Washington Post xabar qilishicha, Shimoliy Koreya harbiylari nafaqat Kursk viloyatiga, balki Ukraina bilan chegaradoshi bo'lgan qo'shni Belgorod viloyatiga ham yuborilgan. Putin Ukrainaning taxminan 20% qo'lga kiritadi. NATO sobiq qo'mondoni. NATO sobiq qo'mondoni James Stavders Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning 20% bosib olishi bilan yakunlanishini prognoz qilmoqda. Bu haqda Newsweek xabar berdi. Stavders AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Tramp urushni 24 soat ichida tugatishi mumkinligini ham ijobiy baholadi. Umid qilamanki, u buni amalga oshiradi. Har ikki tomonga muzokaralar stoliga o'tirishlari uchun bosim o'tkazadi va bu Koreya urushining tugashiga o'xshab ketadi. Afsuski, Putin Ukrainaning taxminan 20% hozirda o'zi egallab turgan qismini qo'lga kiritadi, lekin Ukrainaning qolgan 80%, ya'ni barcha resurslar va aholining katta qismi demokratik va erkin bo'lib qoladi, dedi Stavders. Shuningdek, u Ukraina NATOga a'zolik yo'lidan ketishi ehtimol bu 3-5 yil ichida amalga oshirishini aytdi. Bu dunyodagi eng yomon natija emas, dedi u. Stavdersning fikricha, Ukraina Yevropa ittifoqiga ham a'zo bo'lishi mumkin, chunki ittifoq Rossiyaning bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun Ukrainaga milliardlab dollar sarmoya kiritgan. Putin Ukrainaning bu qismini yomon ko'radi. Xuddi ukrainlar ham Putin ularning mamlakatining 20%ni nazorat qilishini yomon ko'rgani kabi. Ammo bu muzokaralar masalasi, dedi iste'fodagi admiral. VP. Tramp Putinga qo'ng'iroq qilib Ukrainadagi urushni muhokama qildi. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Tramp 7 noyabr kuni Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan norasmiy telefon suhbati o'tkazdi. Suhbat davomida Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi muhokama qilindi. Bu haqda vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib The Washington Post xabar berdi. Manbalarga ko'ra, amerikalik siyosatchi Floridadagi kurortidan shaxsan Rossiya prezidentiga qo'ng'iroq qilgan. Suhbat davomida Tramp Ukrainadagi urushni yanada keskinlashtirmaslikni maslahat bergan va unga Washingtonning Yevropadagi sezilarli harbiy mavjudligi haqida eslatib o'tgan. Tramp shuningdek urushning tez orada hal etilishini muhokama qilish uchun Putin bilan keyingi aloqalardan manfaatdorligini bildirgan. AQShning yangi saylangan prezidenti shaxsiy tarzda Rossiyaning ayrim bosib olingan hududlar ustidan nazoratni saqlab qolishi variantini qo'llab-quvvatlashi mumkinligini bildirgan va Putin bilan suhbatda bu masalaga to'xtalib o'tgan, deb yozmoqda VP. Suhbat rasmiy bo'lmagan. Trampning o'tish guruhi AQSh davlat departamenti ko'magida prezident qo'ng'iroqlarini o'tkazishga imkon beradigan hujjatlarni ham imzolamagan. Bundan tashqari, Tramp o'zining birinchi prezidentlik muddati davomidagi qo'ng'iroqlarni stenogrammalarning oshkor etilganidan so'ng davlat apparati amaldorlariga ishonchsizlik bilan qaramoqda.
Eronda ko'chada yarim yalang'och yurgan qiz taqdiri ma'lum bo'ldi. Tehrondagi Azod Islom universiteti talabasi hijobni noto'g'ri o'ragani uchun ta'qibga uchragach, kiyimlarini yechib universitet hududida yurgandi. Shundan so'ng politsiya xodimlari uni olib ketgandi. Eron ilm-fan vaziri qizning taqdiri haqida ma'lumot berdi. Eronlik talaba Ahu Darhari ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolanishga yuborilgan. Eron ilm-fan vaziri Husayn Simay Sarrafning so'zlariga ko'ra, Daryai hozirda oilasi ko'magida davolanmoqda. Mustaqil manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ilgari talabaning ruhiyatida hech qanday muammo kuzatilmagan. Shunga qaramay qiz kuchli ta'sir qiluvchi dorilar bilan davolanayotgani aytilmoqda. Ayblov Islom Respublikasining ayol namoyishchilariga, ayniqsa majburiy hijob qonunlariga qarshi chiquvchilarga nisbatan uzoq yillik taktikasini aks ettiradi deb yozmoqda Iran Wire nashri. Nashrning yozishicha, so'nggi yillarda bir qator siyosiy va mafkuraviy mahbuslar ruhiy kasalxonalarga majburan yotqizilgan. Ularga harakat yoki nutqni izdan chiqaruvchi dori-darmonlar berilgan va ayrimlarga elektrokonvulsiv davolash usuli qo'llanilgan. Ukrainada harbiy xarajatlar bo'yicha hujjatlarni tozalash boshlandi. Vladimir Zelenskiy atrofidagi harbiy xarajatlar bilan bog'liq barcha hujjatlarni shoshilinch tozalash boshlandi. Bu haqda Rossiya Jamoatchilik palatasining suverenitet masalalari bo'yicha komissiyasi raisi, yangi hududlarni integratsiyalashuvi bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash hamraisi Vladimir Rogov RIA Novostiga ma'lum qildi. Zelenskiy atrofidagilar qurol-yarog', o'q-dorilar yetkazib berish va pul ajratish bilan bog'liq barcha hujjatlarni shoshilinch ravishda tozalashni boshlagani haqida ishonchli ma'lumotlar olinmoqda. Ular buni NATO va Amerika rasmiylari bilan birgalikda amalga oshiradilar, dedi Rogov. Uning so'zlariga ko'ra, tozalashdan maqsad firibgarlik va pul o'g'irlaganlik dalillarini yashirish istagi. Chunki Kiyev rejimi AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Ukrainaga barcha harbiy ta'minotlarni tekshirishni boshlashini aniq tushuntirdi. Olimlar AQShni halokatli ofatlar haqida ogohlantirdi. Seysmologlar AQSh hukumatini 30 metrlik tsunami va 9 magnitudali zilzila ehtimoli haqida ogohlantirdi. Mazkur tabiiy ofat Qo'shma Shtatlarning bir qator shtatlarini vayron qilishi hamda suv ostida qoldirishi mumkin. Manbaga ko'ra, olimlar yuqori aniqlikdagi suv osti xaritasi yordamida xavotirli belgilarni aniqlagan. Shimoliy Amerika qirg'oqlariga tahdid solayotgan ofat Kanada janubidan Kaliforniya shimoligacha bo'lgan hududlarni qamrab olishi mumkin. Ammo hozircha bu faqat prognoz. Olimlar yaqin kelajakda Qo'shma Shtatlar uchun tabiiy ofatlar xavfini aniqlash uchun ko'proq tadqiqotlar o'tkazishlari lozim. Mamlakat rasmiylari yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ofatlar haqida hozirdan o'ylab ko'rishlari kerak va ekspert prognozlari tasdiqlansa, mahalliy aholi uchun evakuatsiyani tayyorlash, qirg'oq chizig'ini mustahkamlash hamda boshqa elementlardan himoya qilish uchun ko'plab choralar ko'rishi lozim. Tadqiqotchilarning ma'lumotlariga ko'ra, yaqin yillarda Qo'shma Shtatlar misli ko'rilmagan kuchli kataklizmlarga, xususan 30 metrli tsunami va 9 magnitudali zilzilaga duch kelishi mumkin. Seysmologlarning fikriga ko'ra, bir necha shtatlar halokatga uchrashi prognozlar tasdiqlansa, Amerika iqtisodiyoti trillionlab dollar yo'qotishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.